Bugun biz Imzo kompaniyasining Toshbuloqdagi filialiga tashrif buyurdik. Bu yerda mijozlarga yuqori sifatli eshik va deraza tizimlari taqdim etiladi. Filial faoliyati, xizmat ko'rsatish darajasi va mahsulot assortimenti haqida batafsil ma'lumot olish uchun shu yerdamiz. Keling, bu yerdagi imkoniyatlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Elmurod aka, siz ko'p yillik tadbirkorsiz. Imzo brendi haqida qisqacha fikringiz? Imzo brendiga keladigan bo'lsa, Imzo kompaniyasi O'zbekistonda 2016-yil aprel oyida tashkil topgan bo'lib, hozirgi kunda 100 dan ortiq showroomlari bor. Imzo mahsulotlari zavod tomonidan hozirgi kunda eng so'nggi texnologiyalar asosida ishlab chiqariladi. Mahsulotlarimiz hozirgi kunda premium klassdagi sifatli mahsulotlar, eng brend mahsulot. Mahsulotni yetkazib berish va o'rnatish jarayoni qanday yo'lga qo'yilgan? Misol uchun mijozlarimiz buyurtma berishmoqchi bo'lishsa, borib o'lchov jarayonlarini olib boramiz, keyin kompyuterga solib hisoblab beramiz. Agar ma'qul keladigan bo'lsa, klientga zavodga beramiz. Zavoddan kelgandan keyin o'rnatib berish bepul hisoblanadi. Hammasini zimmamizga olamiz. Yangi tadbirkorlarga va biznes boshlamoqchi bo'lgan yoshlarga qanday maslahat berasiz? Yangi tadbirkorlarga bitta ishni boshlamoqchi bo'lishsa, o'sha ishchi orqasidan har qanday qiyinchiliklarga qaramasdan faqat oldinga yurish. Barchangizni Toshbuloqdagi Imzo showroomiga taklif qilib qolamiz. Agar siz uzoq muddat xizmat qiladigan, zamonaviy va mustahkam mahsulot izlayotgan bo'lsangiz, Imzo eng yaxshi tanlov.